Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Bugun biz tadbiryoy isin darslarida 83 isin darsimizni birlikte o'rganamiz, qadrli qarindoshlar. Biraz set yazılıp kaldı. 83. dersimiz. Bunun da ben neçe vaktin yankısı sizler bilen birlikte öğünüp kilovatkan kolumdaki bu. Tedbir ünümdar kişilerin 7 adeti Stephen Covey, Amerikalık yazgıcının dağınlık kitabını birlikte öğünüşünü davamlaştırmaz kadirli qarindoshlar. Bugün en ahirki muş kitaptın ikinci ders inşallah keler hafta kitapını tügütümüz xulasılap çıkımız inşallah vaqt yer bəsə. Bugünkü babda nime ders varken desek kadirli qarindoshlar. 11. bab. Yani bu babma şu nimenin içinde kadarlı qarindoshlar özünü yükseldiriş degan bölümün içinde. Yani özünü yükseldiriş 4. bölüm özünü yükseldiriş. Ondan keyin 11. bab yeni şu gap batindan zahirga yarat üzünü. Batindan zahirga yarat üzünü degan mezmununu birlikte öğünümüz canım dostlar. Bununki Türkçe PowerPoint var şu videonun aslında hem İngilizce kısaltılgan audiobook var. Ondan başka bugün yine Türkçesini koşup koydum bir Türk kardeşimiz bunu çıkarıptı. Hem kitaptaki mühim derslerini şu videonun çıkarıştım burunki. Oşunun dersine başlaştım burunki yollamalardan tepasanlar boludu canım dostlar paydalı dersler var. Yeni şu gap batinden zahirga yarat üzünü. Bunun qaysi gapni asli tutup bizga desek mening rahmetlik dadam deydi. Balam yaratış menden yarilishing üzenden. Yani bu nereden okugan, nereden qaysi kitaptan okugan yoki olmasa Uyghur halkının içinde muşunda bir gap söz barmı? Aşu bir hikmetlik sözünü deydi. Bu dal muş kitapның bugün öğrenmekçi olan dersinin mezmunuga acayip to'g'ri keladi, qadrli qarindoshlar. Şunlaşqa bugungi öğrenmekçi olan mezmunni davamlaştıraylı. 7 adetning yetildirdigan en yaxshi, en güzel, en tatlı meyvesi özü, xotuni yoki iri, do'sti ve xizmatdoshlari ara yüksek ruhi birlikni ishqa oshirishdan iborat. Debdi bu 7 adetning nimaga foydasi bordi? Bu necha haftani yanqisa bu kapışıp bu dersini şunda çoğun bölüp kitapni hatta o'qib ketdim. Bu nimaga foydasi var desem, endi o'sha ishlarga foydasi var ekan qadrli qarindoshlar. Bu mezmun bunda başlaptı bir dağınlık bir adamninki sözü bilen haq batindan zahirga qarab ish ko'rdi. Batin degan mana yoshurun degan gap, zahir degan ochoq bunda. Aşkara. Dünyalıkның işleri bolsa zahirden batinga qarab boludu. Dünya insanni muhtajlıktan qutul deydi. İnsanı aldı bilen manevi namratlıktan qutul, andın kaldı qatdi muhtajlıkның asaretinden qutulalaysan deydi. Dünya muhitni özgertiş arqılıq adamni yetildirdi. Haq bolsa adamni özgertiş arqılıq muhit yaratıman deydi. Dünya Adem'de adet yitildirdi.
haq bolsa insanның xuluq, micaz, mahiyetini yaratıdı deptu canım dostlar. Bu gapni kim deptu? Ezra Taft Benson. Ezra Taft Benson deb yazıp qaptı bu nimisida, İngilizcesida. Amerika'nın sabiq yezigilik ministeri ekan. Şu de adamның degan gibi ekan. Endi mazmunga kirib ketimiz. Beşimden ötken mundaq bir ishni deb bagim kelyapti. Elbette onunğa bu kitapның cevheri mücessemlengen. Köpçülük onu kitaptaki asasi prinsipler bilen bağlap düşense tek yaxşı. Neçə yılın aldıda mən aramxuda yazıqçılıq qilish məqsədində universitetdeki xizmetimdən vaqt ajrab, ailemdekilerini elib Havaydaki Oahu'nun Şimali deniz qırğıqı joylashgan Layi degan joyda bir yıl turdum. Her gün etigen sahilde yugurab bolgandan keyin ikki balam yalan ayak kaltı işten bilen mektepki manat. Men şeker qumuşluqның qışıdaki xilvat külbige bir nersi yezish üçün şoңguyttum. Telefon mu yığın açıdığan iş mi yok? Cimcit, xilvat, güzel. Men yazıqçılık qıladigan öyünün sel neresinde bir institut bar idi. Bir günü institutun kütüpxanasını aralab etip tosatdan bir kitap diqqatimni tartib qaldı. Bulupma kitaptaki bir bölek gap mening keyinki hayatımni üzül kesil özgertip taşladı. Men aşı bir cümle sözünü tekrar okudum. Onun da bayan kılınğını qaramakka addili gap idi. Gıdıklaş ve inkas qaytırış arasında ma'lum aralık mevcut. Yetiliş ve bəxtning açqıcı dal bizning mushu aralıqdan qandaq paydalanışımızda. Bu Stephen Covey'nin hayatını özgertken gapken yeni bir qitim okuydım. Gıdıklaş ve inkas qaytırış arasında ma'lum aralık mevcut. Yetiliş ve bəxtning açqıcı dal bizning mushu aralıqdan qandaq paydalanışımızda. Bu gapning kallamda paydo qilgan zilzila ta'sirini til bilan ifodalash mumkin emas edi. Gerçi men izchil o'zi qaror chiqarish ta'limotiga ergishib kelgan bo'lsam-mo, g'idiqlash va inkas orasida ma'lum oraliq mavjud degan bu gap menga umrimda tunji uchrashgan yangi shay idek tuyulib, qalbimda besbog'siz g'alyan qo'zg'abatdi. Qayt oylandım. Bara bu gap mening butkul turmushimga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Men asli salohiyatimdan yulqinib chiqib, bir kuzatuvchi siyoqida ashu aralıqda turib sirtqi dunyodan kelayotgan turli tuman g'idiqlashlarni kuzatishga boshladim. Men endi inkas qaytirish usulimni tanlayalaytdim yoki o'zgartiralaytdim. Sirtdan kelgan g'idiqlashlarni tanlayalaytdim yoki onundan en zor derecede özümni qaçıralaytdim. Mundaq ma'naviy hürlük meni aytqusiz xo'sh qilib etdi. Bu xil inqilob xarakterlik ideyaning ma'lum ta'siridan keyin ayolim Sandra bilan aramizdagi aloqa ixtiyorsiz kuchayib, cho'nqurishib ketdi. Bir kuni tushib bilay deganda motosiklet bilan uni alg'ilib oldim. Andan bir balamizni o'ttirimizda yana birisini tizimga o'ltig'izib, shekar qo'mishliqni aralab, motosikletni haydashga boshladim. Asta ketyapmiz. Eg'izimda to'xtamay gap. Yo'lda qatnash az. Motosikletning ovozimi past. Bir-birimizning gap so'zi bo'lsa, nihoyat aniq anglanib turdi. Biz shundoq minib sahilning insi jinning qarisi ko'rinmaydigan yeriga keldik ve o'ltirib g'izolandik. Sahil ve oraldagi kichik eriqchilar balalarni emek qilib olgan edi. Sandra bilan ikkimiz daxlisiz paranga tushib ketdik. Biz
Künde en az degende 2 saat vaqt çıkarıp paranlaşattık. Aradan 1 yıl ötüp aramızdaki işenç ve düşünce zor derecede çonkurlaştı ve küçeydi. Ders tipede biz etrafımızdaki adam, işler, qaraşlar, balıçaka, öydikiler, yazıqçılık işlerim, kelgüsüdeki planımız toğruluq, kızıq gep qilishdik. Alaqımızın çonkuruluşuğa ergişip barğan siri manevi dünyayımız, yani üst bitilişimiz, keşmişlerimiz, hareket adetlerimiz, təsirat, özümüzge boğan işenmeslik, guman degendek ruhi meselelerge çonkurlaşqa başladık. Bütün zihnimiz bilen söhbet küçüşkeç, söhbet ehvali ve birbirimizin keyfiyet ifademizgimi dikkat kılalaydıgan bolduk. Biz yeni, şundaqlı kızıqarlıq usulda gıdıklaş bilen inkas arasındaki aralıktan paydalanışqa, qandaq qilib bugünkü halgı kelgen ve bu jarayonda qandaq dünya qarash tikilganligimiz haqida tefekkür yürgüzüşke tirişatdik. Biz ruhi dünyayımızda qidirib yürüp bayqaytdık ki ruhi ekspedisiyanın gıdıklaş derecesi zahiri dünyadaki her qandaq ekspedisiyadan zor derecede artıq, isil, ma'nilik, kişini celip kılarlık, şundaqla ilham ve bayqaşqa tolgan bulattı. Toğra, bu jarayonning hammasi şirin şeker, xush keyiflik işidi ötmedi. Bizning ba'zida sezgür noktalarga çekilip koygan, azarlaşkan, gangırıgan, özümüz haqida çonqur oylangan çağlarımızmı boldu. Köksü karnımızın keng içilişi ba'zida bizni oңayla zahmege uçurtattı. Lekin her ikimiz aşı köngülsüzlükler haqida obdarraq paranlaşsak, hatta en sezgür meselenimi iki başını bir yerge ekilip astoydil halmon buluşsakla tamamen tügütüp dil yarlarımızını saqaytmağılı buludğanlığımızını ten aldık. Beşide her ikimiz birbirimizle kolladık, rıgbetlendirdik, birbirimizden halığı yettik. Bu hal bizni birbirimizden içki dünyasıga teximi çonqurlap kirişini isteydiğen kıldı, riştimizni çıngıttı. Birbirimizden halığı yetiş devamında obdanla iki xil prinsipini yeküllüp aldık. Biri bekla zığırlamaslık idi. Meyle qaysimizдің nazuk jayları aşkarlanıp kalmışson, yeni bireylen onu zığırlap koçulaştın saklandık. Belki amal ba onundan üzümüzde taattık, zığırlaş, zomigerlik kılış, yaki aşırı etiştin başka nerse emes idi. Gerçi biz karış tarafını tel töküz düşünüşkü şunçilik takazza bolsak mı? Lekin aldırap tatılaştın bir hacetlikini muvafık peyti kelgende haman onun otturgu tüküldüğanlıqını tuğunup yetken idik. Yeni biri paran sel çınqığı çıkıp ötkürlüşüp kalganda derhal toxtub elip keyinirek yaki etsi ve yaki her işkeylenin şu vaqtda qayta eğiz etişqa meyli rayı kelgende andın deyişiş. Bu xil söhbetinin kişini en kıynaydıgan, şundaqla en ünümlük jayı dal işkeylerinin acizliğe uçraşkan vaqtdır. Bundaq çağda köpünçe gıdıklaş bilen inkas arasındaki aralık gayip bolgandek tuyğu kelip, gamdak bop qilishimiz ve münasibetimizni üzgen jaydan başlap, ta ki köңlümüzdeki tüyün yeşilgenge kadar şu meselege yeni baştan yüzlenip bakıştan ibaret ortak arzu tilekning aramızda baş götürüşü turgalı gep. Elbette mundaq tanqislikning paydo bo'lishi xarakterimiz bilan zich münasibetlik. Dadam mijazi ig'ir, kishilarga ancha arilishib ketmaydigan ehtiyotchan odam. Apam bo'lsa mijazi ochiq yo'ruq, samimiy ayol edi. Men ba'zida o'zimda birli vaqtda shu ikki xil holatning mavjudligini bayqab qolaman. Sal ansizlik basqanda dadamga o'xshash kishilardan
özümni elip kaçıdigan, sırtqı dünyaga endikiş bilen qaraydigan bolup ketimen. Sandra anamga o'xshash aloqaga mahir, ochiq yo'ruq, samimiy. Neçə yıldan beri men onun ochiq yo'ruqligini izchil qamlashmaganlik deb qarab kelgan edim. O bo'lsa mening ehtiyotchanligimni va boshqalarga nisbatan beparvo muomala qilishimni o'zim va ijtimoiy aloqamga nisbatan bir xil funksiyalik to'salg'u deydi. O'zaro tushunishni cho'nqurlashtirish jarayonida biz bu meselelerni hem başka işlerini aldırmay, mulohaza qilib chiqishdik. Men hakikaten mo Sandraning aql parasti ve kuzatish iqtidoridan zo'qlanishga, onun qadriga yetishga başladım. O mening texmi ochiq yo'ruq, samimiy, zehni o'tkir, beg'ishlash ruhi ve aloqaga mahir odam bo'lib chiqishimga turtki bo'ldi. Meni neçə yıllardan beri bir aram qılıb kelyatqan işlarning biri Sandraning Frigidaire markalik elektron mahsulotlarga bo'lgan jahillarcha amroqlik edi. O ezelden xiyoliga boshqa markadagi elektron mahsulotlarini akilib qo'ymaydi. Ezib-tezibmi hatta bugunni ertaga ming tasda olab yurgan shu g'urbat kunlardimi elektron buyum setib olishga to'g'ri keldimi? O almasa almaydı ki 50 çaqırımgacha yol yürüp bozmu şehirge kirip şoğul markedeki mahsulatını almagıcha hergiz boldu qılmaydı. Bu iş bekli oğamını kaynatattı. Elektron buyumları aladigan iş çıktı mı? Boldu. Zerdem kaynap kopattı. Gıdıklanish payda bolsa mas haldaki inkas tepip çıkarttı. Xuddi piltidek aşu kichikini ish nurg'un xafalıqqa o't qo'yatdi. Men ilojimning boricha bu to'qonoq baloga uchrab qilishdan o'zimni qochiratdim-da, funksiyalik to'salg'u xarakterdagi boshqalardan o'zimni qochirib yurishni sodir qilatdim. Meningcha bu nes balodan qutulishning birdan bir chorasi uni qo'yib turish edi. Bo'lmaydi ekan chechilishim, eg'izimni yig'olmay qilishim turg'anli gap edi. Eg'izim echildimi, o oxir meni yana kechirim so'rashga elib bormay qo'ymaydi. Mening jahlimni chiqirdigini uning bu markalik mahsulotga bo'lgan amroqlik emas, balki uni aqlab ko'kka uchirishda to'qib chiqiradigan aqlga sig'mas bahona sabablar edi. O öz tanlışının aqlilikdan chetnab, hissiylikqa berilib ketganligini iqror qilgan bo'lsa-ku mayli etdi. Chidasam chidaydim. Lekin bir aqlig'ili tushadigan bo'lsa, iymonim Kerbalaga uchatdi. Tercümanımı naydı. Abdan qıptı bu kitapның tercümesini. Bahar günlərinin biri də biz axir bu yırıqның qaqçını tatlıdıq. Aldığımızda bo'lib o'tgan bir qator suhbatlar əmdi təbii halda bu nazik timini təşkən idi. Kallamızda san iniq idi. Zığırlaşmayımız. Yana biri birimiz yoki her ikimiz öpkide qalıdığan bo'lib qalsaq bo'ldi qilimiz. Aşı güne hazırmı esimdən chiqmaydi. Deniz sahiliga bormay şeker qumuşluqda aylanıp meňavatimiz. Bu iş aramızda nurg'un ko'ngilsizlik, iş puşqiga sebep bo'lganlikdanmi atay bir-birimizning chiroyiga qaramaslikqa tirishayotdik. Gerçi bu ixtilof yushurun yerinlavatqili uzun bo'lgan bo'lsa-mu, lekin munosabatimizni buzish darajasida emas edi. Inoq güzel nikah munosabati barpo qilish uchun tirishayotgan ushbu daqiqalarda munosabatimizga yirikchilik akiladigan har qanday ishga sal qarasak ham bo'lmaydi. Şu qatamliq suhbatni men kishini hayron qoldirarlik hosilat olib kelgan haqiqiy burilish deb qarayman. Sandra o'zining bu mahsulotga savdo iloji bog'lanib qolganligining sababini tunji qatim his qilayotgandek edi. Tunji qatim his qilayotgandek qiladi. Uning deyishicha, o'rta maktabda
uzun yıl tarix o'qituvchisi bo'lgan dadisi uydagilarni boqaman deb o'qituvchilikni tashlab oila elektr savdosiga kirishdi. Lekin iqtisodiy chekinish uni nihoyat mushkul ahvolga tushirib qo'ydi. Üzül kesil veyran boğulu qıl qalğan aşı eğir künde del aşı Frigidaire şirketi onunla nisi mal berip durup onu qutuldurup qalıdı. Sandra dadısıga şu kadar amrak idi. Herip halidin ketken dadısı öyünün bosuğusundan atlapla üzünü kirisloğa taşlap ülgürdüken. Sandra onun put kollarını uğulap kızık keplerini qilib onun harduqini chiqirib, ruhini ko'tirdikan. Ikkaylan ana shundaq eg'ir, lekin astin chiqmas go'zal kunlarni birlikda o'tkazibdi. Dadisining eg'izidan doim eg'ir qiyinchilikdan ashu shirkatning saxovatlik yordami orqali qutulib qolganligi va u shirkatga bo'lgan tugumas minnatdorligi tushmaydi ekan. Ata-bola arasidagi mundaq unutilg'usiz kashmishning ta'sirining qanchalik cho'nqur bo'lganligini tasavvur qilish tas emas. Albatta buningdan ta'sirlanmayman deyishmo mumkin emas. Dadisining har gapi Sandraning yushurun engiga cho'nqur singib ketgan edi. U allaqachon bularni unutib ketgan. Lekin o'zimizni qo'yib o'tib paranglashish, bilib bilmay ashu astiliklarni asta ayan qilishga başladı. Sandraning gaplaridan onun cahillarcha chaplashib turganining qandaqdir Frigidaire emas, balki dadisiga bo'lgan mehr muhabbat va sadoqatmanlik ekanligini his qilib yetdim. Her ikkilimizning qalbi, ko'zi lip-miliq yoshga to'lgan edi. Qandaqdir bularni bayqab yetib olganligimiz emas, balki bir-birimizni oxir tushunib yetganligimiz bizni yengil, ma'sum va mehribon qilib qo'ygan edi. Biz qaramoqqa arzimasda ko'ringan ushshaq-tushshaq ishlarningmi nihoyat cho'nqur hissiyat olamiga yiltiz so'zg'inini his qilib yetdik. İşlarning hodisaviy tashqi postini ko'rib, haqiqiy mohiyatlik masalani qizib chiqolmaganda, qarshi tarafning qalbidagi muqaddas o'rinda tura olmayman deyish quruq gap bo'lib qoladi. Havoyda o'tgan ashu kunlarda erishganimiz bak ko'p. Aloqamiz to'liq unumli bo'ldi. Biz bir-birimizning o'y xiyolining tagiga yeta oladigan bo'ldik. O yerden ayrılgan çağda bunu ahırgacha davamlaştırışga kelishdik. Mana aradan nurg'un yillar o'tib ketdi. Biz hali ham velosipedlik, havo nachar kunlari mashinalik aylanib turamiz. Maqsadimiz faqatli bir, fikir almashtirish. Bizningcha muhabbat gulxonlarini lavuldatib turishning siri aloqa va fikir almashtirishda. Bo'libmi bir-birimizning tuyg'u ta'sirotlarini talqin qilib turishda. Biz har kuni necha fikr almashtirishga tirishimiz. Hatto sirtlarda aldirash chef yurgandimi ham shundoq. O bizni shod-xuram, bexatar, qadr-qimmatlik, har qachon oiladagidek mehrlik tuyg'uga cho'mdirdi. Qadrli qarindoshlar, biz bu Stephen Covey'ninki Önümdar kişilerinin 7 adeti degan kitapni birlikte o'rganyapmiz, qadrli qarindoshlar. Endi yangi bir mazmun Ecdatdan evlatqa degan mazmunni birlikte o'rganamiz. Ecdatdan evlatqa Stephen Covey'nin Önümdar kişilerinin 7 adetinden o'rganish qilyapmiz, qadrli qarindoshlar. Ecdatdan evlatqa. Biz ashu baxtlik bir yil ishida g'idiqlanish bilan inkas qaytirish orasidagi orliqdan
ve insanga bəxşəndi qilib berilgan 4 xil alayda nimettin aqılanılık bilen paydalanırsaqla batindan zahirga qarab tepip turdigan haqiqiy kuch quvvatga gap yo'q erişalaydiganligimizni cho'nqur to'nib yetdik. Qaysi ekan biz aşı baxtlik bir yil ishida g'idiqlanish bilan inkas qaytirish orasidagi oraliqdan ve insanga bəxşəndi qilib berilgan 4 xil alayda nimettin aqılanılık bilen paydalanırsaqla batindan zahirga qarab tepip turdigan haqiqiy kuch quvvatga gap yo'q erişalaydiganligimizni cho'nqur to'nib yetdik. Biz zahirdan batinimizga yüzlengen hareket formulalarını jiq sınab baktık. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Şo'mu özümüzдің muamele, hareket adetlerini tizgillab turib, aradaki ixtilaf nizalarını tüketmekçi bolduk. Lekin bu önümünün tayini yok, vaqtliq tedbir idi. Batinilikten zahirilikka, yani yuşurundan aşkarıga demekçi, mahiyettin hadisiga qarata elib berilgan tirishchanlik aramızdaki münasibetini texmo işenç ve samimiyetga to'ldirdi. Hem de asta biz qiynalib ketgan bir qator funksiyalik to'salg'u ixtiloflarni pak-pokiz süpürüp tashlab etdi. Elbette zahirdan batinga qaralgan odat shakli orqali bu maqsadga yetish mumkin emas edi. Vaqt chiqarib o'zaro ta'sirat tuyg'ularimizni talqin qilishib, plan loyihalarimizga qaytadan qarab chiqarsak ve hareket şeklimizni o'zgartib, turmush usulimizni tangshapli qolmasdan her ikimiz zo'r nafga erishib, bir-birimizni texmo cho'nqur tushunib ve bir-birimizga texmo moslashib hamqon bo'lib ketdik. Bu beayni ko'chat tikib mevasini tetig'andaqla bir gap edi. Bayqışımızca ünüm bunun bilenle çeklenmeydi. Yani biz ata-analarımızdan çoğunqur təsirge uçurğanlığımızga oxşaşla bayqışımızca ünüm bunun bilenle çeklenmeydi. Yani biz ata-analarımızdan çoğunqur təsirge uçurğanımızga oxşaşla hareket şeklimizden özgürüşü balalarımızga mo acayip zor təsir göstərdi. Bu noktanı düşəngəndən keyin özümüz ölgü bulup, kelgüsü evlatlarımızga toğra prinsip üstüge kurulgan manevi miras kaldırmamızaq bolmaydıqanlığını texmo güçlük tunup yetdik. Allah sizden razı olsun. Öyrülqa Hasan kardeşim. Ben bu kitapta bazı naçar adetlerinin bizge ata boğularımızın irsiyet şekli bilen davamlanış kelganligini, lekin bizning buni o'zgartirishga tamamen qodirligimizni alayda ta'kidlab o'tdim. Nurg'un odamlar o'zining harakat odatiga sap solsa, balkim uni to'g'rigo, jazman shundoq bo'lishi kerak-ku deb o'ylashi mumkin. Lekin iqror qilishimiz kerakki, ata boğularımızdan miras an'ana sifatida davomlashib kelganligi uchunla biz nurg'un narsani mushurast, to'g'ri deb qorg'ulacha ayishib olamiz. Haqiqiy o'zlük bizni bu xil odat ramkalarini to'g'ri tunib olishga, prinsipal turmush muhit ishida bizni tarbiyalab qatoriga qo'shishga, bizning qandaq odamga aylanganligimizni ve yana kelgusimizda kimlarga aylanganligimizni anqirib yashagudek tarbiyalagan ata boğularımızga cho'nqur minnatdorlik bildirishga yetaklaydi. Cəmiyyət eng küçlük ailede tabiilikten halqagan nait zor yuşurun güç saqlangan boludu. Qarindoshlar ara mustahkam hamqamlik üstüge kurulgan ailedekilerge özünü, ecdatlarının kelmiş keçmişini, şundakla
mustahkam aqida prinsiplarni o'ng'ay, cho'nqur his qildirishdek afzal quvvatga ega. Balalar meyli memleketinin qaysi joylarida chechilib yashamasin, o'z oilasini o'ng'ayli seg'inidi, nurg'un kishilarning o'ziga g'amxo'rlik qilayotganligini his qiladi. Bu albatta o'z oilangizni yaxshilash, mustahkamlashga foydali katta ish. Cəmiyyət enge küçlük ailede özünü tanışqa yordam beradigan ajoyib zo'r kuch saqlangan. Balalar mundaq top ichida o'zining kimligini o'ng'ay topadi. Doim mehr ichida yashaydi. Hayotning ma'lum bir alohida paytlarida balangiz qiyinchilikda qilib, buni damalliqqa sizga aytolmasa, balkim kelgusida uning hayotida yana bir ko'yinguchi ota-ona, ustoz yoki yo'lanchuklik rolini o'tib qilishi mumkin bo'lgan boshqa aka-ini, och-singil qarindoshlaringizga tortinmay deyilishi mumkin. Bu mo'minlarning navridagi bo'lgan kuyim suyumini bu olamdagi eng tavarruk mehr ve eng sözük ijtimoiy ko'rgu deyish mumkin. Anam dal shundoq. Gerçi yıllar onun qaddini pükken bo'lsa-mu, lekin onun nevrileriga bo'lgan mehri, amroqligi hali ham lavuldab turibdi. Bir qatim aeroplanda anamdan kelgan bir parcha xatni o'qib o'tib, o'zimni tutolmay yig'lab salg'inim esimda. Her qatim onunğa telefon qilsam, onun deydigini, balam, mening sana ne kadar amroqligimni esingdan chiqarma. Sen to'liq kuyimlik bola bo'lding. O bunu to'xtamay takrorlaydi. Nurg'un odam muhimlikni cho'nqur his qilgandek, jamiyat enge kuchlik oilada nihoyat mustahkam ve mo'ljalligisiz unumga ega hamqam munosabat chembiriki mavjud. Televiziya teatri yildizining bizni qanchalik mabtun qilganligini o'ylab baqing. Amaliyotda hammamizning yildizi, shundaqla yildiziga, ajdodiga qaytishni istaydigan meylimiz bor. Bunda qilishdagi eng tüp maqsad o'zimiz uchun emas, balki kelgusi avlodlarimiz, butkul insoniyatning kelgusi uchundir. Xuddi bireylen deb o'tgandek, bizning avlodlarimizga qoldiradigan mirosimiz ikki xilla. O bo'lsa-mu, yildiz ve qanot. Bu yildiz degan kinoni balkim ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Men toza universitetdagi vaqtimda chiqqanmi bu film. Ko'p qismli televiziya teatr ekan. Dünyada belki dağlıq yani bu yıldızdı. Hem kinosun bağ okşaydı, kitapımı bağken. Onu kögerler, eğer sizlerde bu yıldız diyen kinonun ki hücceti bolsa, biz bilen paylaşsanlar, biz mi körep çıksak kadarlı kırımdaşlar. Benim hazırki muhitimizde, hazırki şaraitimizde bizden şu yıldızlara ihtiyacımız var. Vatanda nimişki bunu Uygurcaga tercüme kılıp, nimişki koygandı dep kalmanglar. Belki biz şu yıldızımızga nait muhtaç geldikini, haman bir günü bizden beşimizga eğir küllerinin kep kalıdığalıqını, şu çağda, moşu filmlarda, moşu nigirlarının ki, yakımız Amerika'daki, şularının ki, karatelli qarindaşlarımızın ki, hayatıdan bir deri alsın diyen buluşu mümkün, şu avaz artistleri, şu tercümanlar. Şu televizyon kanaldaki biz hazır ularla alaqılış mümkün bo'lmagan ustozlar inşallah. Bu olsa şunu ben tedbiriyaga çıkarıp qo'yma ovozini o'zgartib MP3 qilib şehirden tinşamiz inşallah. Bu olsa Yıldız degan filmni izlab deb qo'ysak. Endi isloh qilguvchilardan bo'ling degan mazmunga o'tamiz. Canım dostlar.
İslah qılğuculardan bulun. Biraz işim çıkıp kalgan kadarlı qarindoshlar. Biz öğreniyotganimiz Stephen Covey'ninki Uyg'urchaga tarjima qilingan Unumdor kishilarning 7 odati. İngilizcesi The Seven Habits of Highly Effective People. Türkçesi 7 alışkanlık deb ba PowerPoint'nimi men chiqarib qo'ydum, tushirib ko'rvasanlar bo'ladi, jinim do'stlar. İslah qilg'uchilardan bo'lin. Evlatlarga qanot berish, ularga nisbatan ajdodlardan qolib qolgan ba'zi bir pasif odat ramkalardan qutulib chiqishdan. Doktor Terry Warner deb o'tgandek isloh qilg'uchilarga aylanish erkinligidan direk beradi. Biz o'zimizning odatlarimizni tirishib isloh qilishimiz, onu moşundaqla keyinkilarga o'zitib bermasdan, balki kishilik aloqaga texmo foydali holda yaxshilashimiz kerak. Balalıqda ata-onasining xo'rilishiga uchraganlarning balasiga eski muomala qilishi notayin. Gerçi tadqiqotlar odamning to'la hollarda ata-onasining harakat odatini cho'ridab yashaydiganligini ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin aktiv tashabbuskor bo'lsalar, uni o'zgartirish tamoman mumkin. Albatta, farzandlaringizga mehr muhabbat, shafqat bilan muomala qilish va ularni rag'bat, qizg'inlik asosida tarbiyalab chiqish tamoman sizning tanlashingizga bog'liq ish. Bularni siz o'z ehtimomingizga yezib, har kuni qo'lga keltirishga tegishlik g'animatlaringiz qatorida amalga oshirishga tirishsangiz, asta-asta ata-onangizni texmo suydigan, ba'zi joylarini apu qiladigan bo'lasiz. Hatto ular o'z qarashida johillarcha ching turib olgan taqdirdami, o'zaro tushanchisini cho'nqurlashtirish orqali arada aktiv qizg'in munosabat tiklayolasiz. Jamoatimizda necha avloddan beri davomlashib kelgan ba'zi bir odat xohishlarga balkim siz chekit qo'yib o'tasiz. Chunki siz o'tmish bilan kelgusini bog'lab turgan o'ng'ishuvchilardan bo'lin. Sizdagi o'zgarish balkim necha avlod o'ng'ishishga sabab bo'lishi mumkin. Enver Sadat 20. asrdagi buyuk islohotchilarning biri. O bizga o'zgarish burilishning qanday bo'ladiganligini ko'rsatib berdi. Enver Sadatning qarashicha, o'tmish arablar bilan yahudilar orasida reshk, vahima, o'chmanlik, xato tushunishdan qo'pirilgan ko'z yetmas egiz tamdin. Kelgusi bo'lsa saqlanish tas, to'qinish va bo'lgunchilikdan derak beratdi. Kengishning shakli, tartibi to'g'riliq o'rtaq tonish yo'q. Hatto kengash loyihasidagi arzimas chekit pashlar uchunmi ha desa jidal qaynab turadi. Boshqalar shaklan yarashtirib, aradagi tugunni yish kuchayotganda Sadat turmidagi kunlarini xulosalab, masalaning negizidan qo'lsilib, millionlagan kishining hayotini buyuk burilishga boshladi. Öz tərcümalarda şundaq yazğan idi. Eyni çağda Qahira Mərkəzi Türməsinin 54. numaralı kamerada xulosalab chiqqan islohot planimni ansız qo'llanayotgan va uni o'zimcha talant iqtidor deb qaragan edim. Keyin qarasam, duch kelganimiz mo'lcharligisiz murakkab vaziyat ekan. Yetarlik
ma'naviy sapa va farosatga tayanmay turib vaziyatni o'ngshash mumkin emas edi. Solaxonada men kişilik hayat ve insanın tug'ma alaylıkları haqida ko'p o'ylandim. Ahir tonib yetdim ki bir odam o'z ideyasini o'zgartmay turib, reallikni o'zgartirishi, olg'a bosalishi mangu mumkin emasken. To'g'ri gaplar, qadrli qarindoshlar. Haqiqatan bu amil aytgandek amiyelken İngilizcesi haqiqiy o'zgarish ishdan sirtqa qarab bo'ladi. Xarakterimizdagi o'zgarish taraflarini ko'rsatib qo'ydigan yoki pozitsiya odatimizdagi shaklga oz to'la rang berib qo'ygan bilan bo'lmaydi. Bizning odat va dunyo qarashimizni belgilab turg'uchi ideyamiz ve hareket formamızını tüptün yıldızıdın özgertip çıkışımız gerek. 7 adet yetiştirip çıkıdığan en isil, en şirin, şundakla en serhil meyve, del bir yakıdın baş çıkarış. Üzü, coğrusu, dost, birader, hizmetdaşları bilen hemkarlaşış bir meydanda çin turuştur. Bir yandan kol, bir yakadın baş çıkarışının şiirin təmini, şundakla putipşip düşmanlışının açık təmini tetip bakkalla nurgun. Hemmisinin təsiratı şu ki, hemkarlık şu kadar kıymetlik, büyük ve hem şu kadar nazuk, aciz. Mutlak samimi fazilet yetildiriş, şundakla muhabbet ve bağışlaşını turmuşның mezmunu kılışının bir yakıdın baş, bir yandan kol çıkarıp hemkarlışqa paydası bek zor. Lekin omu kılımen depla kılıp ketkili buluduğan ya ki köz bu yapla ötküzüp etkili buluduğan iş emez. Lekin emelge aşırı kılıp bommaydıgan iş mu emez. Şart, prinsipal turmuşunu asas kılışımız. Başka kaldı katlı amillarını turmuşunun merkezi kılıp alıdığan akmas adetlerini taşlayıp etişimiz, şundakla naçar adetlerinin gafletlik ıssık yotkunudan soğrulup çıkışımız gerek. Hatalık ötküzüp esen kirep kılıdığan çağlamı bop kalıdı. Lekin her günlük hususi muvaffaqiyetimizni to'liq qo'lga keltirishga kuchab, batinimizdan zohirimizgacha tirishsaqla hamon ko'ngildagidek hosilatga erisha olamiz. Urug' selish, o'tash, sug'urish, parvishlashdan iborat bu jarayon bizga o'sib yetilishning, go'zal turmushning, shundaqla şiirin hosunun təmini tetitidu. Bu yerde Emerson'un bunu meşhur sözünü kıstırıp ötküm kilibatıdı. Bizni gangırtıp durgan bazı çıkış işlerinin bir dilla yürüşüp gitişi hergiz işinin maitide özgürüş boğallıkıdın emez, belki iktidarımızın küçeygellikidin. Turmuşdaki to'g'ri prinsiplarda ching turib, ish bajarish amaliyati bilan ish bajarish iqtidori orasidan muvofiq tamponliq topa olsaqla, o'zimiz va kelgusi avlodlar uchun unumlik ma'no, mohiyat, ahamiyatga va baxt saodatga to'lgan hayot barpo qilishimizda hech qanday shak yo'q. Qadrli qarindoshlar, bu neçe haftadan birlikte öğrenip kilovatkan Stephen Covey'ninki Önümdar Kişilerinin 7 Adeti degan kitap asasen hemmesi tügüdü. Hem de bu koşumça, onun dinkin bu nimelerden okurmenlerden kelgen xatlarga bo'lgan cevapları bakken. Bu koşumçu bir de bu cedivelken qadrli qarindoshlar, ma'noga o'xshash. Qo'shimcha bir
Siz qaysi tipdagi odam? Turmush merkezining har qaysi taraflar bilan bo'lgan munosabati degan bir 4 betlik cedvel bor ekan. Bu cedvelni birlikte ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha 2'de 4-avlod vaqt boshqarish usuli. Önümdar kişilerinin bir kuni degan o kunlarni birlikte ko'rib o'tamiz. Onundan keyin en ahırda qo'shimcha 3'te o'qirmanlarning savoliga javob degan mazmunken canım dostlar. Şunda qilib Stephen Covey'ninki önümdar kişilerinki 7 adetini birlikte öğrenip ötken bulduk canım dostlar. Meni qarasanlar tayinishchan mezgil, mustaqillik mezgil özara tayinish deb 7 adetini bir yerde ko'rsatib qo'yaylik canım dostlarım. O resimni men yine paylaşıp bilmem. Hem de cedvelge öteyli. Siz qaysi tipdagi odam? Turmush merkezining har qaysi taraflar bilan bo'lgan munosabati to'g'riliq o'yinimiz. Endi 46 minut bo'libdi. Buna qaraydigan bo'lsak, bu jadvalni men shu nimaga chiqarib qo'ydim. Shu jonliq darsini sindarisi boshlashdan burungi yo'llanmaga shaydan ko'rib olsanglar bo'ladi, tushirib besib chiqarsanlar bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Bu jadvalda turmush merkezimiz deb bir qancha mazmunni ko'rsatibdi. Uning yanıga sizning turmushdagi boshqa sohalarga bo'lgan qarashingiz deb boshqa bir nimani yantu bir qurni echibdi. Uning ostiga jora, oila, pul, xizmat, boylik degan bu 5 tane narsani qo'yapti. Ondan keyin masalan jora deb jora, oila, pul, xizmat, boylik. Ondan keyin yine xushallik, do'st, dushman, o'zlik, prinsip bu tik qurda turmush merkezimiz degan yerda. Jora, oila, pul, xizmat, boylik, o'yin tomosha, do'st, dushman, özlük, prinsip degan mazmunlar ekan canım dostlar. Mesela bu birinci kurda birinci jora turmush merkeziniz jorangiz bo'lganda jora ehtiyojni qondiradigan asosiy manbasi. Oila hozirgi holatini saqlash ancha muhim emas, er xotin o'rtaq qo'g'daydi. Turmush merkeziniz jora bo'lganda sizning turmushdagi boshqa sohalarga bo'lgan qarashingiz jora ehtiyojni qondiradigan asosiy manba deb qaraldi ekan. Ondan keyin oila hozirgi holatni saqlash ancha muhim emas, er xotin o'rtaq qo'g'daydi degan bo'ladi ekan. Pulga nisbatan diqqat markazi sizning turmushdagi boshqa sohalarga bo'lgan qarashingiz, masalan, pulga nisbatan qanday qaraydi ekan? Joraning yemek, ichmak, kiyim-kechak g'imi uchun zarur deyildi ekan. Xizmatga qarata pul tip jorasining ehtiyojini qamdaydi. Boyliqqa jorasidagi kuyinish, uni ta'sirlantirish, idora qilishning vositasi qatorida qaraldi ekan. Jora markaz bo'lgan chaqda. Undan keyin oila turmushning markazi bo'lgan chaqda oila bizningki turmushning boshqa sohalariga bo'lgan qarashimiz qanday bo'ladi ekan desak, oilaning bir qismi joraga nisbatan, oilaga nisbatan eng muhimi. Ondan keyin pulga nisbatan qarashimiz oila markazi bo'lgan chaqda oila iqtisodning to'riki deydi ekanmiz. Oila markaz bo'lgan chaqda, turmushning markazi bo'lgan chaqda
xizmatga nisbatan ma'lum maqsadga yetishning vositasi. Boylikqa nisbatan oilaga tinch, aminlik va yaxshi sharoit olib keladi deb qaraydi ekanmiz. Agar pul turmushning markazi bo'lgan chaqda, pul jo'riga nisbatan pul tepishdiki sermaye yoki yük bo'lib qoladi ekan. Oilacho desa iqtisodiy yük bo'ladi ekan. Pulga nisbatan qanday qaraydi ekanmiz? Pul markazi bo'lgan chaqda bexatarlik va qanoat tuyg'usining manbasi bo'lib qoladi ekan pul. Pul turmushimizning markazi bo'lgan chaqda xizmatga nisbatan pul tepishdiki zarur vosita bo'ladi ekan. Boylik pul markaz bo'lgan chaqda iqtisodiy muvaffaqiyatning isboti bo'ladi ekan pul. Pul markaz bo'lgan chaqda boylik. Endi xizmat markaz bo'lgan chaqda qanday bo'ladi ekan? Xizmat turmushimizning markazi bo'lgan chaqda jo'rimizga nisbatan xizmatdagi tayanch yoki to'saq. Oilaga nisbatan xizmatga yordam qiladi yoki daxl qiladi. Ailekilerinin kasbni suyish ruhining parvishkari. Ondan keyin nimaga nisbatan, pulga nisbatan qanday qaraydi ekanmiz? Xizmat markaz turmushimizning markazi bo'lsa, ancha muhim emas. Erishib ishlatganligingning isboti, tirishib ishlaganligingning isboti bo'lib qoladi ekan. Xizmat turmush markazimiz bo'lgan chaqda, xizmat qanoat ve netice tuyg'usining manbasi bo'ladi ekan, shuningga aylanadi ekan, muhimning muhimi deganlik bo'ladi ekan. Endi xizmat turmushimizning markazi bo'lgan chaqda boylik qanday qaraldi ekan desa, xizmat unumini o'stirishdagi vosita, tajribaning mevasi va dalili deganlik bo'ladi ekan. Qadrli qarindoshlar. Ondan keyin agar qaraydigan bo'lsak, boylik turmushimizning markazi bo'lgan chaqda jo'rimiz muhim boylik bo'ladi ekan, boylikqa erishdiki yordamchi qatorida ko'riladi ekan. Ondan keyin oila boylik markazi bo'lgan chaqda ishlatish, foydalanish, qamdash, izlanish, tizginlashga bo'ladigan boylik. Ko'z quroli bo'lib qoladi ekan. Turmushimizda boylik markazi bo'lgan chaqda ailega nisbatan qarashimiz. Boylik turmushimizning markazi bo'lgan chaqda ondan keyin pul qarasak, pul boylik oshirishning ochqichi, maqtanishga bo'ladigan boylikqa aylandi ekan. Ondan keyin yana shu boylik turmushimizning markazi bo'lsa, xizmat martaba va imtiyoz e'tirofga erishadigan fursatga aylandi ekan. Ondan keyin nima? Boylik en oxirida boylik markaz bo'lgan chaqda o'rin martabining belgisiga aylandi ekan, jinim do'stlar. Endi qolganlarini yana buni bir qator o'qib o'taylik desak, pekchiq mazmunken. Buni shu kitapның paydalanish manbasi bo'lg'achqa buni tafsil o'qisak, yana birmuncha balkim o'zinglar o'qimasanglar mening o'qib berishim ma'nisiz bo'lishi mumkin. Shunlashqa bugungi darsimiz mishada tugisa, qadrli qarindoshlar. Buni o'zinglar chiqarib o'qib olsanglar texmo yaxshi bo'lg'idek. Bayatım ödedik saat 6'dan 45'te Uyghur Akademisi'ninki Uyg'urlarninki san'at suyarligini ifodalaydigan, san'at xomar ekanligini bir namoyon qiladigan bir faoliyat bo'lmoqchi. Ana til, dunyo ana til kuni 2-21 kuni tayini qadrli qarindoshlar. Hammanglar shuni atab nurg'un narsadan chiqardinglar Facebook boshqa yerlarga. Amaliy harakatimiz bilan ham ataydan Şivisiyadan bizningki Muxtar akamiz Jambaz kepti. İnşallah yig'inga qatnashib san'at faoliyatlardan bahrilanamiz inşallah. Ma'qulamsa yeni bir saatlik dersimizde mushu darsninki davomini, eng oxirgi xulosasini birlikda o'qib, o'rganib chiqamiz. Balkim
bu kitapninki Türkçesi, ya Xitaycısı, ya Japoncası, ya ki başka tillardaki İngilizcesi orijinali. Şular bilen seliştirip üzerlerinki til seviyenlerini aşırımen desenlerimi paydalık bir kitap hesap bunu da. Bu olsa biz bilen birlikte şurada anlasanlarmı ya olmasa üzerler okusanlar. Elbette biz çaynap bergen dersininki təmi yaxşı olmaydı. Üzerler okup üzerler tefekkür kısanlar texilme yaxşı buladı dep oylayman. Bu işlerini kılıştaki sebebimiz mi? İnsanlarını kitap okuşqa davet qilish, kitapның paydalı ekanligini bilish. Bayatınki dersimizde mi yine şu yazgıcıga ta'sir qilgan acayip muhim bir mezmun, hayatını özgertken mezmun bakken qadarlı qarindaşlar. Şununla o'xshash bu kitapdan veya ki başka kitaplardan bizning o'qigandan keyin hayatımızda özgürüş yasayalaydiganligimizga chuqum ishonamiz. Malcolm X deb bir kishi var. Amerikalik şehit o adam. Burun belki filmini ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Black Storm debchu. Xeytov deb tarjima qilibdi Xitoychaga. Xitoycha tarjimasi bor to'rlarda. Uyg'urcha buni tarjima qilibdi keyin yo'qolib ketdi. U chaq vatanimizda 1998'lere chiqqan deymi 97'lere. Bo'lsa shu kunoni ko'rib Malcolm X to'g'riliq bilimga ega bo'lsanglar, bu kishiningki deydigan bir gapi bor. Agar men insonlarning shu bir kitap bilan hayotining o'zgaradiganligini bilgan bo'lsa, o kitapga qanchalik chin esildiganligini bilmayman degan bir danglik gapi bor. Men to'liq naq o'zini nima qilamadim. Yani onun demek olan kitabı, onun hayatını özgertken kitap bu. Kur'an-ı Kerim kadarlı qarindaşlar. Bu Allah'ın kitabı. Bu yazgan, bu ünümdar kişilerin yetti adeti mi? Şu Allah'ın kitabındaki bazı mezmunlardan, yani bizni yaratkan Allah'ın şu bizdeki bazı artıqçılık ve kemçiliklerini kandak tüzeş to'g'riliq yozilgan kitap. Ortiqchiligimiz qanday joriy qildiramiz, uni qanday yoyimiz, boshqalar bilan qanday hamkorlashimiz, undan kamchiligimiz bo'lsa qanday tuzatamiz deganda. Shunlashqa bu darsdagi maqsad boshqa emas, hayotimizni o'zgartirish. İnşallah eng yaxshi insonlardan bo'lish uchun Allohning roziligiga erishadigan millatimizga, vatanimizga foydali kishilardan bo'lishga tirishaylik. Faoliyatga berib qatnashayli. Allah'ın özgü amanet bulanlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.